faildan boshlandi. Bu yaxshi degani. Xo'p, sizlarni bilmayman, o'zim haqimda gapiraman. Qisqacha o'zim sotuvchiman va sotuvchi sifatida har doim nimadir sotib kelganman. Ba'zida ba'zida hech qachon o'ylab ko'rmagan ekanman. Nimaga o'zi odamlar sotib oladi va o'zim shaxsan o'zim nimadir sotib olaman. Va har safar sotib olganimdan keyin bundan oldin yaqinda gaplashgandik o'zi biron bir narsa sotib olishdan oldin qisqacha o'ylaymiz, lekin sotib olgandan keyin, ya'niki o'zimman biron bir narsani qilishni rejalashtirasiz, qilib bo'lganingizdan keyingi analiz muhimroq hisoblanadi. Va shu narsani analiz qilishni boshlaganman. Ya'ni nimaga shu narsani sotib oldim yoki nima sababchi bo'ldi va hokazo. Va o'zimni prinsiplarim, o'zimni qoidalarim yaratganman. Bu aynan meniki, shaxsiy meni anoyim deb bo'lmaydi. Ya'ni bu ham o'zim, ham boshqa insonlar va yaqinda o'zi как раз Margulan Seysimbayev o'sha Telegramda, Instagramda ham kanallari bor, YouTube'da ham bor. Milliarder, казахский предприниматель. Вот, o'sha bratni algoritm покупки degan narsasini ko'rib qolgandim. Как раз menikiga o'xshash ekan va ularnikidan foydalanish men uchun osonroq. Chunki o'zimniki hali to'liq shakllanmagan. Bu bratnikini qisman qaysidir joylarini to'g'rilab o'zimizga olsa bo'ladi. Birinchi o'rinda men qiladigan narsa bu 7 kun qoidasi. Buni hamma biladi, to есть ishxonadagilar biladi, qolganlar bilmasa kerak. Xo'p, bilmaganlar uchun tushuntirib o'taman. Biron bir narsa sotib olishdan oldin men o'sha narsani sotib olish vaqtini 7 kundan keyinga ko'chiraman. Ya'ni hozir borib turman, misol AirPods sotib olmoqchi bo'lsam, to'xta deyman. O'zimga bir hafta muhlat beraman. Bir haftadan keyin ham shu narsani sotib olish ehtiyojim bo'lsa, ya'ni bu narsa rostdan menga kerak degan narsa paydo bo'ladi. Ya'ni bu 7 kun qoidasi nimaga kerak? Mendagi birinchi qadam uchun. Birinchi qadam menda bu menda ehtiyojmi bu narsa? Ya'ni shu narsaga men ehtiyojim bormi yoki bu shunchaki xohishmi? Ya'ni shu narsani aniqlash uchun hissiyot desak ham bo'ladi yoki ya'ni bu narsa menga rostdan ham kerakmi? Yoki shunchaki xohlayotganim uchun. Agar shunchaki xohish bo'ladigan bo'lsa, 7 kundan keyin o'tib ketishi mumkin. Agar shunday ham kuchli xohish bo'lmasa, atak ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, bu narsaga sizning ehtiyojingiz qolaveradi 7 kundan keyin ham. Xo'p, ikkinchisi как раз ikkinchi qoida. Tushunib turibsizlar? Menimcha, agar mana bu yerda xohish bo'ladigan bo'lsa, bu narsa shuni chopiladi. Agar ehtiyoj bo'lsa, keyingi etapga o'tiladi. Keyingi etapda bu narsa, nima video ko'rinmayapti? Yozuvlarimi? Endi nima ham qilardik? Endi markerimiz shunaqada, o'zrasizlar, endi boshqa markerimiz yo'qmikan bizni? Bo'ldi, special for you, bitta like bosinglar. Har bitta like uchun marker olib kelib qo'yaman. Hozir qidirib ko'ray, men ikkinchi etapni tushuntirib o'tiraman. Xo'p, ikkinchi etapda bu men o'zimning holatimda, как раз Margulan aka tushuntirgan holatda ham moliyaviy holatga ta'siri. Sodda qilib aytadigan bo'lsa, ya'ni bu narsa menda ehtiyojligini tushundim. 7 kun o'tdi, hali ham bu narsani sotib olishga ehtiyojim bor. Ikkinchi etapda bu narsa meni moliyaviy holatimga qanday ta'sir qilishini beravering. Meni moliyaviy holatimga qanaqa ta'sir qilishini ko'rib chiqaman. Bunchalik chiroy boradi. Ya'ni bu narsa meni moliyaviy holatimga qanaqa ta'sir qiladi? Ya'ni shu narsani men hozir sotib olsam, keyingi oy qarzga kirib qolmayman yoki bu oy mana hamma biladigandek avans olishim kerak bo'lib qolmaydi va hokazolar bo'ladi. Ya'ni shu narsani o'ylash kerak. Bu ham juda muhim narsalardan bittasi. Ya'ni ha yoki yo'q bor. Uchinchida nima tutilsa kerak bo'lar. Xo'p, uchinchi holat. Bu narsa qaytarish mumkinmi? Mumkinmi? Xullas, ya'ni men bu narsani sotib olsam, yana qaytib o'zini narxida sotsam bo'ladimi degan savol. Ya'ni misol uchun tasavvur qiling, mashina oldingiz, o'zimizda shunaqa kiyim qanaqa qaytarib sotishingiz mumkin. O'zimizda afsuski yo'q, aslida kiyimni ham qaytib sotish mumkin. Как раз o'zi sizlar beradigan savollar, если что, videoda eshitilmaydi, o'sha savolni qaytaraman. Kiyimni olsak deyapti, qaytarib sotishga. Aslida mumkin. Misol uchun Amerikada yoki Yevropa bozorlarida second handlar bor. Rossiyada ham bo'lsa kerak. Second hand nima? Siz original misol Nike'ni qanaqadir kiyimini olasiz,
kiyib, misol qanchadir vaqt o'tgandan keyin zerikkaningizdan keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra uni sotib olishingiz mumkin. Lekin shunda ham juda arzon qiymatga sotasiz. Buni o'rniga misol aytmoqchi bo'lganim, ya'ni bu narsani sotib oldingiz, mana men o'zim PlayStation sotganman va qaytarish mumkin bo'lgan holatda PlayStation zo'r ishlar edi. Sababi misol hozir siz borib turib $400 PlayStation olasiz. Misol uchun deylik, bir hafta o'ynadingiz. Ya'ni sizni bu ehtiyojingiz bo'lib turibdi deylik, bu xohish bo'lish. Ya'ni har bitta etapga alohida bitta misol tushuntirib beraman. Ya'ni PlayStation oldingiz, bir hafta o'ynadingiz, bo'kdingiz. Misol mana FIFAni PlayStationda o'ynab ko'rmoqchi edingiz. Call of Duty'ni boshidan oxiriga qismlarigacha hammasini PlayStationda o'ynab ko'rmoqchi edingiz. Bir hafta yoki 2 hafta yoki 1 oy vaqtingiz ketdi, $400 sotib olgan narsangiz borib sotadigan bo'lsangiz, qisman pulingizni qaytarib olasiz. Ya'ni buni $400 ga qaytarib olmaydi hech kim sizdan. Lekin kamida o'sha $350-360 ga olib qolsa ham, siz o'sha 1 oy maza qilib o'ynaganingizda $40-50 ga tushdi atiga. Ya'ni $350 pulingiz qaytarib oldingiz degani. Xo'p, ya'ni bu ham o'sha aytganimdek qaytish mumkinmi yoki yo'qmi? Har bitta etapdan keyingi etapga o'tib boraveradi bu savollar. Nima ham chizdim? Xullas. To'rtinchisi, как раз bu Margulan Saysimbayevda 4/5 alohida narsa ekan. Men bularni bitta qilib kategoriya qilgan edim. Balki buni ish qilgan ish to'g'riroqdir, balki bilmayman. Unisini hech kim bilmaydi. Umumiy jihatda aytadigan bo'lsam, mana umumiylashtirib, bu narsani siz qanchalik uzoq muddat, ya'ni qanchalik uzoq muddat foydalana olasiz va qanchalik ko'p ishlatasiz kun davomida. Misol uchun siz buni 10 yil davomida ishlatadigan narsa bo'lishi mumkin. Misol arra 20 yillab ishlatishingiz mumkin, lekin siz uni qancha ko'p ishlatasiz? 1 oyda 1 marta yoki 1 yilda 1 marta ishlatishingiz ham mumkin. Ya'ni biror narsani sotayotgan payt siz shundan qancha ko'p olishingiz mumkin yoki yo'q. Bu narsa nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, bu narsa keyingi etap bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Misol ba'zi bir holatlarda bu narsa rostdan ham ishlaydi. 5-etap bu arenda. Arenda yoki kredit desak ham bo'ladi. Как раз mana shu etapda moliyaviy savodxonlikdan kelib chiqib, bu narsa sizda uzoq muddatga kerak bo'lmaydigan, ko'p ishlatmaydigan narsangiz bo'lsa, 1-2 muddatga bu narsani arendaga olsangiz bo'ladi. Yoki bu narsani siz juda uzoq muddat davomida olib, juda uzoq muddat davomida ishlatib va kuniga yoki qanaqadir muddat ichida ko'p ishlatadigan bo'lsangiz, bu narsani kreditga olsangiz ham o'zini oqlaydi. Ya'ni kredit olish bundan oldin aytgandim, o'sha oyligingizni 20% dan ko'p bo'lmasa bo'ladi, u yerga kirib ketmaydi. Xullas, shu oxiri o'zi 6-etap. Misol bu Margulan Saysimbayev misolida sal qiyinroq savol-ku, lekin men buni o'zgartirib qilar edim. Margulan Saysimbayev aytadiki, 6-chi o'sha, to есть men oradagi etaplari sal boshqacharoq unda oxirgi etapda bu narsani o'sha egasi bo'lish, ya'ni siz berayotgan pul bilan qiymati bir xil. Ya'ni shunchaki shu pulga arziydimi degan savol beradi. Men esa shunchaki buni rostdan ham kerakmi? Bu narsa nimaga ishlatilishi mumkin deyishlari mumkin degan savol kelishi mumkin. Bu narsa nimaga ishlatiladi? Albatta, katta nimadir sotib olgan paytingiz. Da. Futbolka emas, chupa-chups emas. Kreditga olsa bo'ladimi? Qisman ha, qisman yo'q. Ya'ni savol qaytarib o'taman. Mashinani kreditga olsa bo'ladimi? Qisman ha, qisman yo'q. Ya'ni men bu yerda faqat o'zimning shaxsiy fikrimni aytaman va mashinani men olmagan bo'lardim. Sababi bu passiv. Sababi faqat sizdan pul ketadi xolos mashinada. Faqat xarajat. Ya'ni misol uchun men uy olish, uyni kreditga olish juda o'zini oqlaydigan sarmoya. Yoki nima bo'lishi mumkin? Masalan, uyni o'zida deylik, o'sha uyni kreditga olish, yer, mulklarda. Ya'ni sizga aktiv daromad olib kelishi mumkin bo'lgan narsani kreditga olish bu o'zini oqlaydi, lekin mashina emas. Sababi o'zim hisoblab ko'rganman. 1 yil davomida men dadam men kuniga taksida yuraman. Har kuni taksida yuraman. Va otam, "Ey, nima qilasan? Shu taksida yurib, undan ko'ra tezroq misol o'zingga mashina ol, maza qilasan, maza qilib yashaysan" deganlar. Как раз aytdim, keling bir xil pozitsiyada start boshlaymiz.
1 yil analiz qilamiz. Kimniki oqlaydi o'zini pulini yoki oqlamaydi. Bularda boshlanishiga 17 ming ketdi mashinaga. Dirs. Qora jentira. Menda 0. Ya'ni ularda 17 ming ketdi, menda 0. I 1 yil davomida hisoblab chiqdim. Ya'ni kuniga men nech pul taksiga ketkazyapman, 1 oyda nech pul ketyapti va 1 yilda qancha pul ketdi. 1 yilda taxminan 8-10 million atrofida pul ketdi. $1000 Da, 8-10 million. Bu degani 10 million deganingizda ham keling mana 12 million patolog desangiz, oy 12 million desangiz ham oyiga 1 milliondan ketdi degani. Oyiga 1 million ketish uchun kuniga 30 ming so'm sarf xarajat qilishingiz kerak. Vot. Plus minus 8 milliondan 10 milliongacha. Ya'ni ba'zi bir oylar juda ko'p taksida yurganman va misol bir kunlik rasxod o'rtacha statistika bo'yicha bir kunim ba'zida misol 30 mingdan kamroq bo'lgan, chunki 10 mingga boraman, 10 mingga kelaman. Ishxonam yaqin. Eng qizig'i masofa bir xil. Mani uyimdan, mana otam bilan birga yashaymiz bitta uyda. Otamning ishxonasigacha 3 kilometr. Mani ishxonamgacha 3 kilometr. Ikkala joyga 10 mingga taksiga borsa bo'ladi. Ikkala joyga ham 10 ming so'mga taksida yetib borsa bo'ladi. Vot. Otam o'zlarining mashinalarida boradilar, men taksida boraman, boyvachchaga o'xshab. Vot. 8-10 million atrofida rasxod ketdi. Yakshanba boshqa kunlarning inobatga olmagan. Otamda dig turadi. 25 million rasxod ketdi. Nimaga desanglar, benzindan tashqari yana nima bor? Usta, moy, shinalar hisoblanmagan menimcha 25 ming ichida yoki hisoblanganmi? Esimda yo'q o'zi. Aniq esimda yo'q. Aniq esimda yo'q, shina hisoblaganmizmi yo'qmi? Lekin 1 yil davomida mashinalarga qilgan xarajat eng kamiga 25 millionni taxminan bir 2 millionini biz parkovka deb hisoblaganmiz. Ya'ni juda kichkina summasini. Vaholanki parkovka juda ko'p. Va 2 milliondan yana bu 25 million so'mdan tashqari bu yerda eng ko'p ketadigan narsa bu vaqt. Vaqt nimaga ketadi deydigan bo'lsangiz, ya'ni bu yerda vaqt plus deyishingiz mumkin. Ya'ni 25 million tashqari vaqt ham ketadi. Nimaga? Misol uchun men uyimdan ishxonaga borishim kerak bo'lsa, taksi chaqiraman. Shunday ishxonaga boraman, bo'ldi. Men qiladigan ishim o'zimga qulay joyda to'xtatib yuboring deyish, chiqib ketish. Bo'ldi. Otam nima qiladi? Oho, deydi, parkovka yo'q ekan, mashinani qo'yib qo'yishni bilmas ekanman. Va hokazo. Ya'ni umumiy jihatdan shu mashinani kreditga olish o'zini oqlaydimi? Men uchun shaxsan yo'q. Ya'ni bu narsa faqat passiv. Как раз otam aytadigan yagona argument, yagona zo'r argument bu sen xohlagan payting xohlagan joyingga bora olmaysan. To'g'ri, 3-4 yil oldin xuddi shunaqa edi. 3-4 yil oldin qo'shilaman. Ya'ni 3-4 yil oldin men toqqa-poqqa yoki u yoqqa bu yoqqa chiqaman desam, imkoniyat yo'q edi. Ya'ni bu paytda o'zingning mashinang bo'lsa, xohlagan joyingga xohlaganingcha chiqib keta olasan. Lekin hozir nima paydo bo'ldi? Kuniga rentkarlar paydo bo'ldi. Vot как раз otamning o'sha argumentlariga yechim ham. Ya'ni oldin otam mana yakshanba kuni misol toqqa chiqib ketmoqchisan, nima qilasan? Mashina yo'q, nima peshkom chiqasam yoki avtobusda chiqasam yoki taksi chaqirsam toqqacha deydilar. Taksi chaqirsangiz juda qimmatga tushadi toqqa borish. Lekin hozir rentkarlar paydo bo'lgan, ancha arzonroq tushadi. Bitta o'zingiz emas, misol bir necha kishi bilan chiqadigan bo'lsangiz avvalambor. Vot qisqacha shu. Yo'q, pravam yo'q, qayerdan olaman? Agar misol har hafta oladigan bo'lsangiz, rentkar qimmatroq tushishi ham mumkin mashina. 500 ming, 1 million har xil. Nima yo'qolg'iz? Sizga polniy bak bilan beradi, polniy bak qaytarib berasiz, bo'ldi. Hamma joyda har xil. O'rtacha 500 mingdan 1 milliongacha ketadi. U necha kishi ketayotganliklariga bog'liq. Misol biz 2 kishi ketadigan bo'lsak, odatda o'sha 2 kishiga shunaqa tushadi. Lekin 4 kishi bo'lib ketadigan bo'lsangiz, sizga bir 200 ming so'mdan 250 ming so'mga tushadi. Yo'q, absolyutno muammo emas. Arendaga olayotganda bundan tashqari pasport Pasport. Bugun kech bo'ladi, endi boshqa kun olarmiz. Shu videodan keyin like bosarsan. Da, kommentariyaga prava deb yozinglar. Mana shu video chiqqandan keyin bir haftada yo'q, bir hafta emas mana. Necha prava deb yozish kerak? Yo'q, kommentariyaga prava deb yozinglar. Va 30 kun ichida prava olaman men. Agar 30 kun ichida prava olmasam,
kommentariyaga prava deb yozganlarning har bittasi o'zini shaxsiy telegramini yozsin menga, men o'zim $100 beraman. Kelishdikmi? Bo'ldi, men hozir chiqaman. Yozinglar, yana mana shu videoga. Mana kakirib 24-aprel. Bo'ldi. Bo'ldi. Ilohim ololmasin deb. Shu. Xullas, shu. Da. Bu narsani har doim maslahatim chuqurlashtirib o'ylash kerak, qachonki qancha summa kattalashi boradigan bo'lsa. Misol men $100 ga o'sha AirPods olishdi, men birinchi etapdan bu yoqqa o'tmayman-da, aniq. Aniq, chunki bu $100 meni moliyaviy holatimga ta'sir qilmasligini aniq bilaman yoki bu qaytarish mumkin. Qaytarib nima qilaman? Misol 1 oy ishlatib yoki qaytarib sotish ehtiyojim ham yo'q. Muddat qancha ishlatisingizga hech kim garantiya bermaydi, lekin qancha ko'p ishlatishni bilaman. Ya'ni kuniga 1-2 kun ishlataman. Arenda yoki kredit. Bu narsani arendaga olib bo'lmaydi, kreditga olishdan ma'no yo'q. Chunki o'zi $100 lik narsa. Shuni kreditga oladigan bo'lsangiz $200 qaytarib berasiz. Rostdan ham bu narsa kerakmi? Bu narsa aytib ba'zi bir holatlarda summa qancha kattalashi borsa, shunga yarasha siz bu savollarni ham chuqurlashtirib o'rganib borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar misol men $1000 lik nimadir oladigan bo'lsam, bu 6 etapni hammasini ko'rib chiqaman. Oxirgi etapda shu o'ylab turaman-da, rostdan ham menga kerakmi shu 13 millionlik xarajat menga deb. Bo'ldi. Qisqacha aytganda shu. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mashina bu aktivmi yoki passivmi? Ana hozir aktivmi yoki passivmi? Kakras keyinchalik videoda montaj qilib agar erinmasam. Agar erindimizda bu videoda hech qanaqa montaj ko'rmaysiz. Qisqacha shu va muhimi o'zim biladigan, o'zim juda ko'p ishlatadigan narsa bu 7 kun qoidasi. Buni hamma biladi, o'zim ham ko'rganman. O'zim men nimadir sotib olishdan oldin yana bitta kichkinagina yordam beradigan narsa karta желаний. O'zil yozuvim sal xunukroq, lekin tushunishga harakat qilasizlar. Karta желаний, ya'ni orzular kartasi deymizmi? Men qanaqa qilaman? O'zimni qiladigan ishim. Ya'ni menga biron bir narsa kerak bo'lsa, ya'ni biron bir narsa sotib olishni xohlasam, o'sha narsani avvalo men shunchaki rasmini o'zimni telefonimga saqlanib qo'yaman. Va Telegram kanal bor yoki Telegram telefonning o'zida farqi yo'q. O'zimga qulay tarzda, misol ba'zida Telegram kanaliga qilardim, hozir shunchaki eringanimda telefonning o'zida shuna screenshot qilaman, izbirini qo'shib qo'yaman. Shunda любой момент ko'rishim uchun. Ya'ni karta желаний bu narsani yig'ib boraman qanchadir vaqt davomida. Va mana tasavvur qiling, $100 pulim bor. $100 ga nima olsam bo'ladi? 1, 2, 3, masalan, men 3 ta narsa olsam bo'ladi. Shu 3 ta narsani alohida ro'yxat qilib qo'yaman. Ya'ni mana 1, 2, 3 qilaman-da. Bir haftadan keyin qaysi birini olishni xohlayman. Bu agar misol ikkitasi qoladigan bo'lsa, yana bir hafta beraman. Xullas, bashida uchalasidan bittasi qolmaguncha o'zimga vaqt beraman va bittasi qolganda o'shani sotib olaman. Bu endi $100 gacha bo'lgan narsalar haqida gapiryapmiz, zaten kattaroq bo'lsa. Shunda moliyaviy holatga umuman ta'sir qilmaydigan bo'lsa, bu olish kerak ekanmi? Misol meni moliyaviy holatimga ta'sir qilmaydi $100 demoqchiman-da. Endi bu grubi o'zimni millioner demoqchi emasman, men ham sizlarga o'xshab 3-4 million pullik yashab yuradigan oddiy odamman. Prosta umumiy jihat aytaman-da. Sizlar ham menga o'xshab oyliginglarning yarmini sarmoya qilib boringlar, normal bo'lib ketadi. Pararayray. Nima? Biz eshitdik, Eshitdirsin. O'z to'liq bersangiz bo'ladi sakay. Bu. Yo'q, mijoz emas boshqa. Xullas, hech kimda savol bo'lmasa-da. Hammaga rahmat. Kommentariy yozinglar, izoh yozinglar, like bosinglar, podpiska yozinglar. Prava esdan chiqmasin, $100 beraman. Gap. Mujik. Mujik сказал, mujik сделал. Men aytganimni qilaman. Xohlasanglar 100 ta odam bersanglar, 100 ta odam $100 dan bitta pachka pul ketar ekan. Men hozir 10 ta kartosh, 10 ta